Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm hürmetli kardeşler. Sual ve cevap namlı programımızın yeni sahne arkalık sizler bilen yeniz görüştük. Programımızın aziz mühmini Şarkı Türkistan Ülemalar Birliği Reis Vekili Ustaz Mahmud Can Damallam. Ben riyasetçi Abdülhat Ucat. Hürmetli Damallam, programımıza hoş geldi. Allah razı olsun. Aziz televizyon görücü kardeşler, programımızın bugünkü sahnede Müslümanların tebliğsi bir kitabı, bir peygamberi bir turuqluq. Yani nima üçün oxşamagan fikir, aqımlar ve ihtilaflar mevcut. Davamlı İslam dünyasında şunday ihtilaflar bulup durdu. Bu sebepten uruş ve qirg'inchiliklar yüz berip turdi. Degan bu sualga bundan keyingi bir qancha programmamızda cevap beradigan bundan keyingi qilmoqchi bo'lgan bir qancha programmamızning kirish sufiti da qilmoqchi bo'lgan islom Müslümanlar içinde oxşamagan mezhepler ve fikri akımlarının kelip çıkış sebepleri degan temada to'xtalib o'tamiz. Hürmetli damolam, aldı bilen insanların birbiri bilen farklı fikrde buluşu yoki fikri oxşamasliginiki sebepleri hakkında kısaca to'xtalib o'tsak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve taala bu filgramını yüzümüz ve halkımız için faydalı kılsın. Bu muhim temalarning biri. Çünkü qaçaniki insanlar öz arasında bo'lgan har xil fikri yoki amaliy ziddiyatlarni to'g'ri hal qilinmagan vaqtda nurg'un urush jidal, nurg'un xafalik kelib chiqadi. Bugungi dunyoda qaraydigan bo'lsak, insonlar ichida qaysi bir millat, qaysi bir davlat öz ichidagi har xil o'xshamasliklarni chiroyli ilmiy uslublar bilan ziddiyatlarni, fikriy o'xshamaslikni hal qila olgan, öz ichida davlatini yaxshi boshqarishni yo'l qo'ya olgan davlatlar, millatlar gullanib ketyapti. Har qanday bir millat öz ichida bo'lgan ziddiyatlarni, fikriy o'xshamasliklarni to'g'ri hal qilinmagan sharoit ostida bu fikriy o'xshamaslik, iddiyaning o'xshamasligi nurg'un ziddiyatlarga, nurg'un urushqa, nurg'un xafalikqa elib berib, bundaq davlat, bundaq millatlar xarliqda yoki nurg'un urush, qon to'kish ichida turyapti. Shuning uchun har qanday bir inson bu ziddiyatning, fikriy o'xshamaslikninki sabablarini bilishi va sabablarini bilgandan keyin buni qanday hal qilish, bu ziddiyatlarni qanday tugitishni bilsa, buni o'rgansa, bu vaqtda jamiyat gullanadi, davlat taraqqiy qiladi. Shuning uchun biz birinchi bo'lib insonlar nima uchun mushundaq birisi bilan o'xshamagan, birisi bilan ziddiyat, fikri o'xshamagan, dini o'xshamagan, qarashlari o'xshamagan mushundaq holatda yashab keldi degan bir savol tug'ildi. Bu yerda siz o savolni so'rlar. Biz Allah subhanahu ve taolaning koinotdagi bütün mahluqlarni qarasak, bütün mahluqlari birisiga o'xshamaydi. Bu birlik, yeganilik, hech narsaga o'xshamaslik faqat Allah subhanahu ve taolaga xos. Yani Allah bir, Allah'ның o'xshashi yo'q. Allah subhanahu ve taala bütün kainatning egisi, bütün kainatni yaratquchi, bütün kainatdagi hamma ishni urlashtiruvchi zot. Allah'ның mahluqlari cho desa, Allah'ның mahluqlari xilma-xil. Xilma-xil. Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de bu mahluqlarninki xilma-xilligi haqida meyli, hatta mesela mevchi bo'lsin, tog'i bo'lsin, zimin bo'lsin, bunun xilma-xil ekanligi, mevlaning xilma-xil ekanligi, insonlarning Allah subhanahu ve taala xilma-xil ekanligini Qur'on-i Kerimda bayon qilgan. Şunun qatardan ve min ayatihi xalqus samawati vel ard ve ihtilafu alsinatikum ve alwanikum inne fi zalika laayatin lil alimin. Yani Allah subhanahu ve taala'nın büyük ve ulug'larının qatardan nima desa, osmon zaminni yaratish
ve şundaqlı silani xilmi-xil tilda, xilmi-xil rangda qilib yaratqanligi deb Allah'ın insanlarını xilmi-xil tilda so'zlaydigan, xilmi-xil rangda qilganligini Allah'ın qudretinin qatoridan deb bayon qilgan. Yani bir oyatda وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ. Yani insanların ki bu وَلَا يَزَالُونَ degan Arap tilida daimlikni ifodalaydigan bir söz hamdi. Burunma aşındati, bunundan keyin aşında buldu degan gapimdi. Yani bu insanlar her daim şundaq ixtilof qilishib, ziddiyatlashib turdi. Fakat Allah subhanahu wa ta'ala rahim qilgan kishilar, yani ixtilofning haqiqatini tunigan, buni hal qilish choralarini bilgan kishilar uyushib yaxshi yashay oladi. Bo'lmasa bular ziddiyatlashib, ixtilof qilishib turdi. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ degan oyatni nurg'un mufassirlar bu insonlarning shunday xilma-xil bo'lganligi, ixtilof qilganligidan Allah subhanahu wa ta'ala shu ularni yaratgan deb tafsir qilgan. Shuning uchun insonlarning ixtilof qilishiga kelsak, birinchi insonlarning orasidagi ixtilofga sabab bo'lgan narsa fikrning o'xshamasligi, ideyaning o'xshamasligi, insonlarning hayotga bo'lgan tushunchasining o'xshamasligi, o'zining hayotini qanday o'tkazishga bo'lsin, davlatlarni qanday so'rash munosabati bo'lsin, hokim bilan mahkum o'rtasidagi munosabatlar bo'lsin, bu masalalarda hatto bir xalqning ichida xilma-xil qarash bo'ladi. Fikr zot o'xshamaydi insonlarning. İnsanların fikri birisi-birisiga o'xshamaydi, birisi-birisiga ko'pincha holatda har xil qarshi fikrlarda, qarshi ideyalar bo'ladi. Bu qarshi fikr, qarshi ideyalar shu to'g'ri hal qilinmagan vaqtda nurg'un ziddiyat kelib boradigan, agar to'g'ri hal qilinsa, nurg'un gullanishga, taraqqiy qilishga olib boradi. Ikkinchisi nima desa, insonlar tarixdan buyon nihoyatda o'zining aqli yetmaydigan chunqur masalalarga çökken. Şunun qatoridan masalan, şu dinsizlarning içinden çıkan Aflatundek anda feylasuflar olsun ve başkalar olsun bu dünyanın kelip çıkış manbasi. Nima uchun bu dünya bunda yaratılgan? Nima uchun insonlar ma'lum mezgil yaşaydı onundan keyin ölüdü? Degan muşularning haqiqatiga yetemez deb aqli yetmaydigan nurg'un masalalarni tadqiq qilgan, izlangan. Şunun bilan şu oxirisida nurg'un o'xshamaslikqa elib borgan. Chunki insonning aqli o'xshamagan bo'lg'achqa bunga hatto bir misol qilib bir necha ko'z ko'rmaydigan odam masalan bir filni, yani hayvon filni tutib pochig'ini tutqini bu fil degan nihoyat uzun xuddi daraxtninki yog'ichidek mushunda narsa ekan deb tasvirlagan. Belin tutqini xuddi bu bir toshdek narsa ekan deb tasvirlagan. Qulug'un tutqini bu manda yumshoq narsa ekan deb tasvirlagan. Hammasi shu ma'lum bir haqiqatni tasvirlagan. Lekin hammasining gapi to'g'rimi desa, o'zi bilgan doirada to'g'ri. Lekin umumiy filni sifatlash shu to'g'rimi desa, to'g'ri emas. Yani o'zi bilgan, o'zi qo'li bilan his qilgan, silgan narsada to'g'ri, lekin shu haqiqatning bir qismini biladigan, lekin umumiy har tarafidan shu bilinmagan. Nima desa, ularning ko'zi ko'rmagan bo'lg'achqa. Xuddi shuningdek insonninki aqli, fikri o'xshash bo'lmag'achqa, Allah subhanahu va taolo bergan ilm cheklik bo'lg'achqa, nurg'un koinotdagi sirlar buni insonlar bilmaydi. Buni tadqiq qilgan siri birisi bilan shu ziddiyatlashadi, fikrlar o'xshamaydi. Xuddi bugungi kunda hozirga qadar masalan Darwinchilar deymiz, bu shu dunyolik tabiiy taraqqiyot bilan manda maxluqlar vujudga kelgan u bu deydigan odamlar amaliyat qarsa ilmiy bir isbot yo'q. Lekin hammasi shu ashunda tadqiqot bilan aqli yetmagan ishlarni tadqiq qilib, nurg'un yolg'on nazariyalarni o'ttirib qo'yib, uning yolg'onligini keyin maydonga chiqib, nurg'un rasvo bo'lsa-mu, hozirga qadar shu fikrlarni bozorga solib yurayotgan dunyoda nurg'un insonlar bor. Demak, mavzuning murakkab bo'lishi, insonning aqli yetmaydigan masalalarni tadqiq qilishning o'zimi desa, nurg'un insonlar o'rtasida umumiylik har xil ziddiyatga elib borgan. Uchinchisi, insonlarning narsalarga bo'lgan qiziqishi, havoyi havasi xilma-xil bo'ladi. Hatto masalan bir mevchiva desa, ma'lum insonlar masalan mevchividan qo'g'inni yaxshi ko'rishi mumkin, ya'ni bir qism insonlar uni yaxshi ko'rmasligi mumkin. Yemek içmekte olsun, kiyim kechakda olsun, insonning qiziqishi, havaslari xilma-xil bo'ladi.
Xilma-xil bo'lgandan keyin bu nima kelib bordi desa, ziddiyat kelib bordi. Bir uyda masalan bir odamning 3 bolasi bo'lsa, balam bugun nima tomoq yeysizlar desa, 3 xil tomoqning gapini qilishi mumkin. Nima uchun desa, u balladiki shu kunlik tomoqqa bo'lgan qiziqish xilma-xil. Xilma-xil bo'lgandan keyin nima kelib bordi desa, 3 bolaning gapining bijadan chiqmay, xilma-xil bir narsani yeymiz deb talapining xilma-xil bo'lishiga elib bordi. To'rtinchisi nima desa, nurg'un vaqtda ilgirkilarga ergishish. Masalan, insonlar qatira ilgirki atbularga ergishib, taqlidchilik sababdan birisi-birisiga o'xshamaslik. Ma'lum, masalan, yurtdagi odamlar ma'lum bir xato, bir odat targ'an bo'lsa, masalan, keyingi vaqtlardami xil aqliy tarafdan, ilmiy tarafdan taraqqiyga vaqtdimi shu ilgirkilarga ergashganlikdan shu burunqi odat o'z bitib qolgan. Masalan, bugungi kunda Hindiston desak, masalan, eng texnologiya tarafdan taraqqiy qilayotgan bir davlatlarning biri. Shundaq kunda faqat ular masalan ularning qadrin kaliq iborat qildiganlar ya chashqonga iborat qildiganlar nima desa, shunda qarasa doktor, har xil bugungi yangi ilmda doktor bo'lishi mumkin u. Eng yuqori unvonga erishgan bo'lishi mumkin. Lekin ilgirkilarga ergashganlikdan, ya'ni uning atbusi kaliq iborat qilib kelganlikdan, ya chashqonni cho'ng bo'lib kelganlikdan u aqlini avval kelganda ishlatmay, shu ilgirkilarga ergishib ashunda mengivergan, shuning bilan uningda boshqa bir narsaga iborat qilganlar o'ttirsira har xil ziddiyat kurashlar vujudga chiqqan. Beshinchisi insonlarning aqlining xilma-xil bo'lishi. Aqli insonning xilma-xil bo'ladi. Ya'ni lekin yamayira nima desa, bu aqlni o'lchigini oldigan. Masalan, insonning eg'irligini o'lchigini bo'ladi. Falani 70 kilo, ma 80 kilo. Uzunligini, egizligini o'lchigini bo'ladi. 1.80 m ya 70 deb. Aqlni o'lchigini olamdi. Bu mancha gram kilodo yoki mancha sant kilodo degan bo'lamdi desa, unda degani bo'lmaydi. Shuning uchun Atolloh Iskandariyning bir gapi bor. Har qanday odam dunyodagi har qanday odam Alloh bergan aqliga rozi deydi. Ya'ni hech kishim o'zini mening aqlim yo'q deb qaramaydi. Hatto aqallun nasi aqlan ardahum bih. Eng aqli iqtidori tuvan odammi o'zining aqliga nisbatan eng rozi hamda. Boshqa masalan mal-mulk, mal dunyoda mumkin rozi bo'lmasligi, falondek bas olmamdi menga deb. Lekin aqliga hamma odam rozi. Ya'ni unda deganlik hamma odam o'zini aqlliq deb chaqlaydi. Bu nelikqa nisbatlashtirgani bo'lgan narsa bo'lmag'achqa, bu bisiga chuqum o'xshamaydi. Masalan, Einsteinning aqli manchilak aql degan olmaydi. Masalan, bir insonning aqli shunga yetsa gramda yo santida, ashuna o'xshash bo'ldi degan olmaydi. Bu ma'naviy narsa bo'g'achqa. Shuning uchun aqlning xilma-xil bo'lishimi nima kelib bordi desa, ashundaq har xil ziddiyatga insonlar o'tirsidiki talash-tortish qilib bordi. 6-si tarixdan buyon insonlarda huquqni yaxshi ko'rdigan, hokim bo'lishni, qabila bo'lsa uning boshlig'i bo'lishni, yurt bo'lsa yurtning amiri bo'lishni, ya'ni boshliq bo'lishni yaxshi ko'rdigan ish bu insonning tabiatida bor tarixdan buyon. Ma'lum bir inson boshliq bo'lishni yaxshi ko'rgandan keyin tabiiy holda o'zining shu maqsadi, shu g'oyasiga yetish uchun nurg'un ishlarni qiladi. Nurg'un ishlarni qiladi. Boshqa insonlarda bu yaxshi ko'rish hissiyoti bor. Huquqni, mansabni yaxshi ko'radigan hissiyat bor. Unda bo'lgandan keyin tarixdan buyon insonlar o'tirsizcha desa, huquq talishib, mansab talishib, nurg'un ziddiyatlar, nurg'un urushlar insonlar orasida yuz berib kelgan va buningdan boshqa nurg'un masalalar va falsafa masalalarda dunyoni tushunish, ijtimoiy hayotni tushunish yoki o'lgandan keyingi hayotni tushunish masalalari nurg'un masalalarda insonlarningki xilma-xil fikr qilganligi, ilmiy saviyasining o'xshash bo'lmaganligi, har xil sabablardan desa, shundaq ziddiyatlar insonlar qatida bo'lib turdi. Hozirgacha bo'lib keldi va bundan keyin ta qiyomatgacha bu o'xshamaslik davomlashadi. Yuqoridagi sizlar o'tirgan bir qancha masalalar, masalan, insonlarningki dunyoda yuz bergan hodisalar va narsalarga qarata bo'lgan birisi-birisiningki masalan
Onu bo'lgan ko'z qarashi, fikri, bahası, mesela hüküm binasının mao bir iş bo'lgan bo'lsa, bu to'g'ri xato deb buni bo'lgan bahada, hükümde o'xshash bo'lmaganligi din shunday ixtilofotlar kelib chiqqan desak, yaqinjaqlasak bo'lamdi. Albatta insonning har qanday masalaga bo'lgan bahası o'xshamaydi. Yani, yalnız insanlar emas, hatta malaikalarning, yani Allah yaratgan mahluklarning hammasininki, malaikalarning hammasininki vaqaligini bilimiz. Mesela Ademni yaratiman degan vaqtda ular xilma-xil fikrda bo'lgan. İnsanda hatta mesela müminlerge nisbeten rahmet ve azap malaikaları var. Bularning bir insonni talışıp qalganligi, rahmet malaikaları talışıp atkan, azap malaikaları talışıp atkan. Hatta keç gündüzde tushib turadigan malaikalar va bularning talish tartishlarini Peygamberimiz hadisda bizga yetkazgan. Mushularning hammasi shu desa, zot Allah yaratgan maxluqninki umumiylik mayli o inson bo'lsin, hayvon bo'lsin yoki jonliq, jonsiz bo'lsin, hammasini xilma-xilligi. Bu Allah'ның maxluqlaridagi güzellik, mush xilma-xillik ekanligi. Buni halqa birlashtirib hammani bir rang, qiyg'ini bo'lmaydiganligi. Bu qanday qilsa, mushu o'xshamaslikni joyida kontrol qila olsa, buning naqadar go'zal manfaat bo'lganligi kontrol qilamiz shu desa, nurg'un qalayimqanchilik, nurg'un urush, nurg'un xafalikninki insonlar jamiyatida yuz berganligini bilib olgan. Masalan, bir binasiga yoki hadisiga qarta biz hukm bermoqchi bo'lsa insonlar masalan, bir fikrdagidan boshqa, yana birisi boshqa hukm berdi, shuningga o'tirdi ixtilof. Tabii. Kelib chiqadi. Yani asosliq shuningga yig'inchoqlasak bo'ldi. Allah razı olsun. İkinci sual hamda bu İslam dünyasida qaraydigan bo'lsak, nima deb o'tdik? Yani ixtiloflar xuddi biz musulmon bir sifatimizdan ham da İslam dünyasi qarasak, jiq ixtiloflarningki baliqini şu İslam dünyasida nurg'un qon to'kilish bo'lganmi, shunga sabab bo'lganligini ko'ramiz hamda. Bu shundoq fikri ixtiloflarningki meydana kelishniki sebeplari, asosiy sebeplari nima? Yuqorida insonlar o'tirisida ixtilofdir hamda biraz xaslashtirsak, biz musulmonlar o'tirisida yoki İslam dunyosidagi bo'layotgan ixtiloflarning asosiy sabablari qaysilar? İslam dünyasida tarixdan buyon bo'lgan bu ziddiyat, har xil fikri aqimlarning vujudga chiqishiga sababni birinchi o'ylab ikki xil omilga bo'lash mumkin yoki ikki xil tushunish mumkin. Birga mush ziddiyatga olib borgan amaliy sabablar, ikkinchisi nazariy sabablar. Yani amaliy sabablar deganimiz nima desa, musulmonlar o'rtasida ma'lum ziddiyat yuz berdi. Bu bir natijalendi. Nima bilan natijalendi desa, urush kelib chiqdi masalan. Urush kelib chiqdi. Bu urushning natijasida keyin ma'lum fikri, nazariy ixtiloflar uchun yuz berdi. Birinchi o'lab biz musulmonlar ichida amaliy tarafdan yuz bergan ixtilofga qaraydigan bo'lsak, eng boshda amaliy ixtilof qachondan boshlandi desak, Rasulullohning hayotida ba'zi ixtiloflar bo'lgan. Lekin amaliy musulmonlarning umumiy hayotiga bu ixtiloflar ta'sir ko'rsatmagan. Qushaq-qushaq talash tortishlar. Nima ish qildisa, iymonning ularning u chaqdan aytdi, jonliq, ruhliq ularda bo'lganligi, payg'ambarimizning ularning ishida bo'lganligi, har qanday bir ansariylar bilan muhojirlar o'rtasida masalan bir ziddiyat bo'lib qolgan bo'lsa, payg'ambarimiz darhol chiqib afa da'val jahiliya va ana bayna azhurikum. Sizlar bu jahiliyat da'vosi bilan urushmoqchimi hozir? Ziddiyatlashmoqchimi? Men sizlarning orangizda tursam deb darhol iymonni asiltish orqali ularning o'rtasidagi ziddiyatlarni shu payg'ambarimiz hayot vaqtida kontrol qilib turgan. Amaliy bir natija bo'lmagan, ya'ni xafalık olmagan musulmonlar ichida. Eng birinchi talash tortish payg'ambarimiz o'lib ketgandan keyin boshlangan. Yani Peygamberimiz ölüp gidip Resulullah'ını koymay turup birinci hukuk meselesi, yani xilafet meselesi de Müslümanlar oturusda emeli ixtilaf oldu. Yani Sakife, Beni Sakife degen ensarilarının bir yığın açırgan, yığıldığan çoğunları bir urunda Resulullah ölüp gitişige buna yığılıp Resulullah ölüp gitti. Biz Peygamberimizge urun bergen,
bu dinni qo'g'digan, bu dinning kengishi tarqish uchun qon verganlar biz. Unda bo'lgandan keyin xalifa, ya'ni boshliq, davlat rahbari bizdan bo'lish kerak degan maslahat uchun yig'ilgan. Bularning bu yig'ilganlik xabarini olgandan keyin Abu Bakr Siddiq, Umar radhiyallohu anhu, Abu Ubayda ibn Jarrah bularcho yo'q bo'lgan. Berib bunun gapini anlab Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu birinchi bo'lib bu xilofat masalasi Rasulullah'ninki kim izbasar buldu degan masalada Arablar umumyuzlikcho Qurayshga bo'ysunadi. Ya'ni Qurayshni cho'ng biladi. Quraysh qabilasini boshqalargacho bunda jug'lanmaydi Arablar. Shuning uchun bu xilofat Quraysh qabilasi bo'lish kerak deb undan keyin andan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bu amirlar Qurayshdan bo'ladi imomlar degan hadisni Abu Bakr Siddiq cho bayon qilgan shularning oldida. Bayon qilgandan keyin bular darhol sallamlar degan, ya'ni biz bo'ysundik degan. Shu chaqda hatta Abu Bakr Siddiq Umarni yoki Abu Ubaydani mushkisining birini tanlanglar deb shu fikrni o'tirib qo'ygan. Umar radhiyallohu anhu ikki qo'lingni biz sana bayat qilamiz. Payg'ambarimiz uylab ketishning oldida seni namozga imom bo'lash uchun biz tanladi musulmonlarga. Demak, dinning yo'lboshchisi bo'lashqa sen tanlagan yerda dunyoning yo'lboshchisi qilish uchun biz seni tanlamamoq. Deb Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu shu bayat qilgan, undan keyin shu yerdagi bayat qilgan hammaylar ansorilar qo'shilib, keyin masjid ko'rib shu umumyuzlik bayat Abu Bakr Siddiq bo'lgan. Demak, bu xilaf shu chaqda yuz bergan bir fikri ve ameli bir ziddiyet, lekin Abu Bakr Siddiq ve Umar radıyallahu anhu'nun zamanlarda, hatta Osman radıyallahu anhu'nunki aldınki net yıl zamanda bu devlet meselesi, devlet başkuruş meselesi de malum okşamaslıkla fikri taraftan bozumu, lekin bu ameli bir ziddiyet kapılık elip bağımıgan. Neyim için deyse, sahabalının cıkıba o zamanda ve şundakla uladaki iman, uladaki İslam'a boğan muhabbet, futuhat ulan, cihat ulan meşgul oluş, muşulunun hemmisi şu deyse, bu ziddiyetninki, emeli, yaman, uruş talaşninki kelip çıkışının aldığını ağan. Vakıtın üçü ulan şu, buna tüvelligen. Demek birincisi, muşu kiyinki yüzbergen ihtilapta en asaslık sebep ne mi deyse, muşu milletçilik yaki kabilevazlık hem de Araplar işçilik. Ziddiyetinin halbuki İslam çekilgen aslen. Kabilevazlık ne, milletçilik ne, yani milletçilik dediğimiz her adam yüzden milletini suydu. Lekin benim milletim hemmetin artık. Benim milletimki dünyada tağdaş adam yok. Benim milletim mezlum olsun, zalim olsun, ben onu kollayman. Deydiğim bana tati milletçilik ne? İslam bunun karşı hem de. Doğru halda boğan milletçilik ne? Öz milletini, öz halkını suyuş, bu dinimizden buyruğu. Lekin tati milletçilik, yani özünün milletini hemmetin üstün körüş, özünün milleti zalim olsun kollaş, mezlum olsa tabi halde kollaş lazım. Zalim olsun şunun sipet duruş ne? İslam dini çeklaydı. Şu Allah Kur'an-ı Kerim'de Ya eyyuhen nasu inna halaknakum min zekeri ve unsa ve cealnakum şu'uben ve qabaile li ta'arafu. İnne akramakum indallahi atqakum. İnsanlar Allah subhanahu ve ta'ala silahını xil kabilerini yarattı. Xil şekilde yarattı. Fakat maksat ne deyse özara tunuşup yaxşı yaşşınlar üçün muynak yarattı. Senin en abzilinla Allah'ın dergahide en hürmetki sazaver kim o deyse kim takvadır yaxşı Müslüman bolsa. Deb Allah subhanahu ve ta'ala bunda müteessiplikne öz milletiga, öz kabilesiga çekligen. Hem Peygamberimiz leysa minna men da'a ila asabiyya. Qandaq bir adam aşındaq tatu milletçilikka çaqasa undaq adam bizning işimizden emas. Yani Müslümanlar, haqiqiy yaxshi Müslümanlarning çoğu bulanmaydı deb bunu çekligen. Bu çeklimelerning ta'siri xeli uzun vaqtcha davomlashgan. Lekin vaqtning o'tishi bilan barbara bu Müslümanlar işida şu millet kabilevazlık yani şu çağdaki Araplar işine kabilevazlıknınki küçük işi her adam özünün kabilesinden halife ulaşını izdaş başlık özünün kabilesinden bulaşını arzu kılış nimi gelip bağ dediyse nurgun kapılıkka nurgun ziddiyetke elip bağ. İkinci olap Müslümanlarınki nurgun her xil dinge itiqat kıldığın kişilerinki İslam dinine bir kısmının kirişi ve Müslümanlarınki ular bilen bir yaşşı. Şunu bilen başka dindeki kişiler özünün dinindeki
nurgun fikri, qalaymiqan itiqatlarını İslam dinine elip kirgen. Bazısı yaxşı niyet bilen, bazısı yaman niyet bilen. Bu ziddiyetlerini elip kirgendin keyin, şuna bilen mesela tefsir kitapları qarsa, nurgun İsrailiyat deb atıldıgan, yani Yahudi Nasaralınınki rivayetleri, nurgun meseleleri tefsir kitaplarında burun tefsirinde usurtuldu. Nurgunları hata. Ma'lum to'g'rilarim bo'lishi mumkin, lekin nurg'un qalaymiqan fikrlar cho boshqa dinga mayli majus bo'lsin, boshqa dinga e'tiqod qilganlar, mayli ahli kitob bo'lsin, bularning dinidan har xil qalaymiqan ideya, qalaymiqan fikrlar, bu malaikaning haqiqati, Allohning sifatlari, bular haqidagi har xil dindagi qalaymiqan ideya, qalaymiqan fikrlar cho bummucho musulmonlarning ishiga kirib bu aşnak ameliy ziddiyetlerin kelip çıkışıga bu yerdeki mücessim deb atalganlar, meyli mesela Şia yoki Sunni deb atalgan, Havaric deb atalgan muşnak ameliy ziddiyetlerge bu çok sebepçi olgan. Ve şundakla Müslümanlar içinde aşu chet elden kelgen Yunan felsefelerden her xil kitaplarning tercüme kılınışı, ilah hakkında, ilahning sifatları hakkında nurgun qalaymiqan gap bo'lgan. Qiyomat hakkında, bu dünyanın haqiqati hakkında nurgun İslamga zid bo'lgan fikrlarning İslam dünyasıga kirishi. Şunu bilan musulmonlarning buni tadqiq qilishi, Allohning sifatlarini tadqiq qilamiz deb, masalan, nihoyatda aql bilan yetkini bo'lmaydigan, aql bilan tasavvur qilish mumkin bo'lmaydigan masalalarga cho'nqirlab kirish orqali oxirisida nurgun qalaymiqan ideyalar, qalaymiqan iqimlar, qalaymiqan fikrlar cho kelib chiqqan. Demak, bu ameliy nurgun ziddiyatning kelib chiqishi, masalan, ameliy ziddiyatlar Ali radhiyallohu anhu va Muaviya radhiyallohu anhuning o'rtasida bo'lgan jidallar, urushlar, undan keyin Imom Hasan va bu Muaviya radhiyallohu anhuning avlodlari o'rtasidagi urushlar, mushularning hammasi shu desa, asaslık neye verip takıldı dese, şu hilafet meselesi, devlet meselesi verip takıldı. Şunun için alimlerimiz İslam tarihinde hilafet ne? Tanış arkalık, yani hilafetin de tükelgen kanı yok diyen. Yani Müslümanlar oturustaki talış tartış tarihten bu yan hakimiyet talışış sebebiden boğan muş yolda şu nurgun kan tükelgen. Bunda digenlik başkalar yok mu bu? Başka insanlar bu ahval yok mu? Diyse, onda dese Müslümanların da hakimiyet talışıp uğraşırken değişim mümkün algan edem. Bu bütün insanlarda. Bütün insanlarda mesela Avrupa'nın tarihi qaraydigan bolsak mı? Muş 1. Dünya, 2. Dünya uruşı degen muş uruşlarda ölgen adamның sani 60 milyondan çek. Yani Müslümanlar oturusida tarixten buyan uruş qilib unchalar adam ölmeklek. Unda desek bu qupa Müslümanlarga o'zaro urushib qon to'kadigan adamlar deb qasib bo'lmaydi. Yani insanlarni Avrupa'niki qarayli, hatta Xitoyniki qarayli, kommunizm bilan burunqi Gomindan o'tirishdagi urushda qancha million adam o'ldi masalan. Avropalikning o'tirishdagi urushlarda bizma ko'ra biz cho'ng'lab 50 yil yoqi 45dan keyin urush bo'lmaqliq to'g'ri. Nurg'un qonni to'kib Amerika'm Japonga nurgun atom bombalarını etiyotib, Ruslar bilan nurgun qanlar tükürüp, insanlar sal aqli, sal ishlaydigan bo'lib, bu qonni töksak, bunda o'zimizning qonni tökdik emas, nurgun vayronchilik qildik emas deb g'arb dunyosida yaqinqi 45-yillardan keyin mandaqcha aytganda bir qonliq urush bo'lmadi. Ular lekin ko'p urushlarni 3-dunyolarda qilyapti. Musulmonlar qadar shu urush bo'laqliq tarixdan bu yan lekin bo'lgan urushlarda Avropa masalan Amerika davlatini qurish uchun o'ltirilgan insonlarningki uni sonini sanab kelsa, islom dunyosidagi o'ltirilgan odamlar nihoyatda cheklikamdi. Unda deganlik bu ziddiyatni kichik sanash emas, balki musulmonlar ziddiyat qildigan haqqiyan deb o'zimizning islomidan, o'zimizning tarixidan mana yuz o'raydigan yoki buningga tuvan ko'z bilan qaraydigan ahvol yuz berib qolmasin deb qo'yatimiz. Yani başka insanlar qarsak, meyli Afrikalık qaraylı, mesela, meyli Avrupalık qaraylı, meyli Ruslar qaraylı, o uruşlarda ölgen adam degen tarixten buyan
Milyonlab insanlar her xil sebeplerden urushlarda o'lib kelgan. Xo'sh, rahmat. Endi yana Qur'oni Karimda kelgan ba'zi mutashabih oyatlar var. Va olimlarningki Qur'on va sunnatdan hamda shariat ahkomlarini chiqarishdimi ba'zi farqli o'xshamaslik yo'llar bo'ldi. Mushu tutib mangan yo'lma islom olimlariniki salaflarning bu bir ixtilofga bağlanmıyor. Bunun bir sebebi var mı? Elbette, elbette. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran'ınki 5'deki birinci sebbiste nimdeydi? Huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemâtun hunne ummul kitâbi ve uharu muteşâbihât. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Yine Allah Subhanahu ve Teala yüze bir kitabını düşürdü. Bir kitabını düşürdü. Bu kitabının içinde muhkeme degeni nəhayət mənalar eniq bolğan. Hər qandaq bir ərəb dilini bildiğən adam dərhal oxusa, onu düşündüğən muşundaq ayətlər var bu kitapta. Bu uçuq muşundaq ayətlər, mənası uçuq bolğan, məzmunu uçuq bolğan bu ayətlər bu kitabның əslisi şu. Hükümleri uçuq yani. Hükümleri uçuq bolğan muşu ayətlər bu kitabның əslisi. Onundan başqa mənisi, məzmunu eniq bulmağan bundaq ayetlermi şu bu kitapta var. Allah tarafından kilişide onun tabi şek yok. Lakin insan Allah Subhanahu ve Teala o ilimni bəmigellik üçün bu muteşabihinin ki məzmunun düşündüğün ilimni insana ata qılmağanlığı üçün insanların qatirin bu muteşabih yani ayetlerin düşürdü. Muteşabih degenin mənisi ne deysə alimlerimiz bunun məzmunu manda uludu dep eniq belgiligini bulmaydigan. Mümkün bir kısmını ma'lum tadqiqat ilim o'qiganlar bilalaydigan, bir kısmını bulamı bilinmaydigan, ondan o'qimaganlar texim bilinmaydigan, mushundaq ma'nisi eniq bo'lmagan mushundaq oyatlarmi bor. Buni misol qilib masalan olimlarimiz muhkemat degan masalan nima o'xshash ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan masalan yani aroq qima bularning hammasi rijs bu Allah haram qilgan meynat nachar qiliqlar buningdan jiroq bo'langlar deb chekildi masalan va buningdan boshqa nurg'un shuna o'xshaydigan shu mayli meros masalalarida bo'lsin nurg'un hukmlar bor ma'nisi aniq nurg'un qissalar va ma'nisi aniq bo'lgan. Endi men mutashabih degan şu desa, uning ma'nisini insonlar hammasi bilinmaydigan. Bir qismini o'qiganlar, Allah ilim berganlar bilalaydigan, yana bir qismini shu bilinmaydigan. Masalan, bilalaydiganlar, masalan, Fatiris samavat degan so'zni odatda arablar ma'nisini bilmay talishib qolgan. Ibn Abbasning bir so'zi bor, men bu nima gapdir deb men talishib qolgandim deydi. Men kallamda aniq bilinmagandim bu Fatirus samawati vel ard degan nima gapdi deb kallamda aniq bilinmay tursam ikki arabning ya'ni yezdan kelgan yeziliq ikki arabninki ana fatart deb bir quduqni ko'lganligini bu men ko'lgan deb talishayotganligini anglab ha bu Fatirus samavat degan ya'ni Xoliqus samavat degan ma'noda ekan. Ya'ni osmon zaminni yaratquchi degan ma'noda ekan. Deb bilgendim. Yani mazmun uchun ilqi. Bunda tadqiqan adamga nisbatan biladigan, bo'lmasa bilmaydigan. Va undan boshqa masalan Allah Subhanahu ve Teala'ningki sifatlariga munosabatli oyatlar. O oyatlar masalan Kur'an-ı Kerim'de ma yekunu min necva thalathatin illa huve rabi'uhum ve la khamsatin illa huve sadisuhum ve la adna min zalika ve la akthara illa huve ma'ahum. Yani işkeden bir olsa, üçüncüsü Allah, tövbe olsa, üçüncüsü, yani beşincisi Allah, nurgun ayet var. Bu şu mezmunda.
Yani bunun haqiqati nima? Bunun haqiqiy ma'nosi nima? Degan masalada nurg'un talash tatishlarni çok qilgan arab tilida onun ihtimalligi bo'lganligi uchun. Ajnaq talash tatishni fis-sama ilahu va fil ardi ilah degan oyatlar var mesela. Yani Allah'ın isim sıfatlariga münasebetlik ayetler. Buningdagi haqiqiy ma'nosi zodi buning nima degan masalalar bunmucho mutashabih bo'lgan. Yani ma'nosi Allah subhanahu va taolo bizga aniq deb bermagan. Şu alimlerimiz bu noktada nima deydi desa, Allah subhanahu va taolo müminlardan, musulmonlardan qilinglar ya qilmanglar degan buyruq yoki cheklama oyatlarini aniq bayon qildi. Aniq bayon qildi uni. O qiling, qilmang degan mazmunlarcho ma nima degan gapto deb u talashlatishgan maydon yo'q Qur'oni Karimda. Lekin iymon keltirish tegishlik. Yani biz Allah'ın tarafından muş ayet, muş kitap deb iman keltirish tegishlik masalalar var. Bunda masalalarinki ma'nosini haqiqatan cho aniq bilguni bo'lmaydi. Aniq bilguni bo'lmaydi. Şunun qatoridan masalan ve iza waqa'al qawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun dedi mesela. Yani kıyamet bo'lsa bir hayvan çıkıp insanlarga gap qiladi dedi. Biz bunu bir hayvandan çıkıp insanlarga gap qildiganligi işimiz. Lekin bu qandaq hayvan? Mesela bu qandaq şekilde gap qiladi? Qaysi til bilan gap qiladi? Qachon gap qiladi? Bularni hammasini bilmaymiz. Qiyomatning qachon bo'lishi? Biz iymon keltirishga buyurildik. Yasalunaka anis-sa'a qul innama ilmuha 'inda rabbi. Mesela. Ashundaq dedi. Tamam bu iymon keltiramiz. Bu zadi palani vaqti bo'ladi ya anda bo'ladi. Bu mutashabih. Yani biz bunun mazmunini, bunun nimaga buyurildik bunday masalalar desa, ama iymon keltirishga buyurildik. Şu oyatning oxirisida فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. Qalbida azg'unlikni, xato yo'lni suydigan, qalbida kasal va odamlar ayda ma'nosi aniq bo'lmagan mazmunlarga ergishadi. Ma'nosi aniq bo'lmagan narsalarni tadqiq qilib buning haqiqatiga yetdim debcho azudu. Lekin haqiqiy qalbida iymoni valachi desa, iymoni vala nima deydi desa, va qalu robbana va ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah var-rasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Yani ilimde yetişken, imanı mustahkem kişiler hammasi Allah tarafından bu kitapning. Meyli bunun muhkemleri olsun, yani ma'nosi uçuk bo'lgan oyatlar bo'lsin. Meyli mutashabih ayetler bo'lsin, hammasi Allah tarafından da bula iman keltirdi. İman keltirgan bo'yicha hayotida yashaydi. Deb mush oyat shu desa, bu Qur'oni Karimning muhkam, yani ma'nosi aniq bo'lgan oyatlarning borligi ve shundaqla mutashabih ma'nosi xilma-xil ehtimolligi bo'lgan bundaq oyatlarning borligi müminninki hammasi Allah tarafından deb buni ishonishninki zururligini Allah subhanahu wa ta'ala bu oyatda bayon qildi. Bunda bo'lgandan keyin hamda faqihlar o'tirisida bu oyatdan hukm chiqaradiganlar o'tirisida ixtilof bo'ldimi desa, albatta bo'ldi. Chunki ixtilofning bo'lishi arab tilida majaz deymiz, haqiqat deymiz. Masalan, alfaz mushtaraka deydi masalan bir so'zningki bir necha xil ma'nosi bor. Ayn degan so'z masalan. Ayn degan so'z biz mush ko'rayotgan ko'zga qartildi. Jasusqimi ayn degan so'z ishlatildi. Oltin kumushqimi ayn degan so'z ishlatildi. Quduqqimi ayn degan so'z ishlatildi. Va mushundan boshqa nurg'un so'zlar bor. Quruq degan masalan nurg'un olimlar ixtilof qilishdi buning ma'nosini nima ekanligini. Quruq deganning ma'nosi poklik degan bo'ladi, hayz deganmi bo'ladi arab tilida. Ashunda bo'lg'achqa shu bu xilma-xil ehtimolligi bo'lg'achqa bu arab tilidagi so'zlarning buni tadqiq qilgan olimlarcho ma'lum taraflar birisining qarshida kuchliq bo'lib u ma'noni olgan, yana birisi boshqa qarashlarni olgan. Shuning bilan Qur'oni Karimdagi nurg'un oyatlarning tafsiri haqida nurg'un fikri ixtiloflarni qilgan. Lekin bu ixtiloflar bu nazariy tarafdan ixtilof qilishgan, xilma-xil fikrda bo'lganlar o'tirisida bir ziddiyatga urush olib borgan bu tarixda desa, undaq yo'q endi.
Hemmi qarashdiki bu ilimlar, yani ehli ilimlar her qaysi özününki qarşını oturup koygan, qarşını oturup koyup ra'yi savabun yahtamilul hata ve ra'yu gayri hataun yahtamilul savab diye muş fikir ne? Yani mening fikrim İmam Şafii'nin sözü bu. Mening fikrim to'g'ri, hata bo'lish ehtimolliği bor. Başkalarının fikri mening qarshimda hata, lekin to'g'ri bo'lish ehtimolliği cho'q. Ba degan mushu umumiy iddia bilan mangan. Lekin ilimsiz kişiler yani çok münasib bilmeydiğen saygı degandek ayette bayan kılgandek kalbide kesel bağla ondan kin ona esnelip onu pasatka pitnege ayda yamaya gelip kişilerin kapırdağı çıkırışka onunla bununla işletken. Muş tarihteki meyle mesela azgın her xil ekimler olsun, azgın ekimler aşındak Kur'an-ı Kerim'deki mutashabih ayetlerge esilgan. Bunun mezmunları hakkında her xil fikirler bolgan. An Kur'an-ı Kerim'de tabii halde Kur'an-ı Kerim'nin bizge kelişi bu mutavatir hem de. Yani bir avlatını yotkap boşuna geldi. Kur'an-ı Kerim'de ma'lum sözlerdeki her xil mutashabih ayetlerge bolgan qarashlar xilma-xil tafsir qilinib kelgan bolsa-mu, bu nayet cheklik. Buningdagi ixtiloflar cheklik Kur'an-ı Kerim'nin mezmuni hakkında. Lekin hadis meselesi kelganda hükümning manbasi yolg'iz Qur'on bo'lmagandan keyin hadis shu Qur'oni Karimning tafsiri bo'lg'achqa bu hadis meselesi jo desa hadisdan hukm elish meselesida nurg'un ixtilof kelib chiqqan. Buning eng nima uchun shu ixtilof kelib chiqdi? Payg'ambarimiz hammadan deydi masalan jamiyatga adamil deydi. Jamiyatga adam Qur'on aniq tursa, hadis aniq tursa nima deb ixtilof qilishdi bu ahli ilmlar? Ehli ilimlar ixtilof qilishmagan bo'lsa asla xalq ixtilof qilishmaydi. Nima deb ahli ilimlar talishidi deb o'qimagan odamlar yoki bu dinning haqiqatini tushunmagan odamlar bu so'zni qiladi. Ahli ilimning ixtilof qilishiningki sababi nima desa, birinchisi masalan sunnatga munosabatlik ixtilof nereden kelib chiqqan desa, eng birinchisi hadisni bilmay qilish. Yani hadisini kömigellik. İkincisi hadisinin sabit yani Resulullah'ın muş hadisinin kelgenligi de şeklengenlik üçün. Üçüncüsü hadisini unutup kalış. Sahabanın davridan tatip hadisini bilmeslik boğan. Mesela bir ayam yani çoğun ana Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu'nun yanına gelip mening balam ülep gitti. Yani mening nevremimde çoğanı olgandan keyin nevrem ülep ketdi, mening mirasımni ba degandan keyin Abu Bakr Siddiq Qur'oni Karimda men sizga hech qanday bir narsa berish haqida oyat ko'rmadim. Payg'ambarimizdan sizga bir narsa berganligini men anglamadim, sizga bir narsa yo'q degan. Ashunda degan vaqtda sahobalardan birisi men payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning cho'ng'aniga 6dan birini berganligini, bulab berganligini men ko'rgandim degandan keyin bilmagan hadisni keyin bildi. Şu asas şu, ondan keyinki hüküm şu asasda bo'lgan. Sahabalarning qatorida hadisni unutib qolgan ishlar yuz bergan. Hadisninki sabit ekanligida shakllanish ahvoli yuz bergan. Shuning qatorida masalan Abdullah ibn Amr Umar radıyallahu anhu odatda ayol kishi juyunsa, chechi bo'lag'liq bo'lsa onu çuyiş gerek, çetin çuğup juyunish gerek deb fatvo verdi. Ayşe anamız hatta Abdullah ibn Umar'ın şu fatvosini anglab, o ayollarni bir o'zini o'ltirib buyurishcho, o'zini o'ltirib ol deyishcho. Men payg'ambarim bilan juyunib, chetimni chuvmaydim degan hadisni rivoyat bayon qilgan. Mushuning sababidan cho desa, islom fiqhida nurg'un keyingi faqihlar o'tirishdan nurg'un qarashlar vujudga chiqqan maydonga kelgan. Demak, hadisning yetmaganligi olimlarga yoki hadisninki sahih ekanligida bir olimning qarshida sahih bo'lsa, yana birisining qarshida zaif bo'lib qolishi hadisninki yoki hadisni unutib qilish, bu shularning hammasi shu desa, odatda ixtilofga sabab bo'ldi. Xo'sh. Undan boshqa masalan Muşu Peygamberimizdeki meyli Kur'an'daki yoki hadisdeki delilini tushunishda xilma-xil tushunish.
Bunun üzümü çoğu dese, nurgun fikri ihtilaflarga elip bağın tarihten bu yan, hazır kadar elip kilovatır. Hazır kadar delil ber, lekin bu delilni düşünüş, xilmi xil bop qalab, ma'lum meselelerde çoğu, nurgun ziddiyetler bağımdı. Delil bir bolsumu. Bunun nurgun misalları vardı. O misalga kirsek mesela delil bir turup bunu düşünüşte mesela qur degan söz vel mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru degan söz ne? Nasıldı bu? Muşun tefsir qilishda bir qism olimlar poklik deb tefsir qiladi, bir qismi çoğu nas aniq bo'lmasa, o hayz deb tefsir qiladi. Muşuna bilan mazhablarda xilma-xil qarash bor. Ondan başqa yan nurgun meseleler var. Andın ikincisi mesela delil bulmagan meselelerge karta delil ba meselelerge kıyas kılıp hüküm çıkarış meselesi de. Bu mu nurgun fikri nazarivi taraftan ihtilafının kelip çıkışına sebepçi bolgan. Üçüncüsü mesela manda qarashqa bizning qarashimizda birisi-birisiga zid bolgan delillarni qandaq jug'lash yoki qandaq birsini kuchliq deb qarash. Ayında deliller bormi desa shariatda nurg'un deliller bor. Masalan, shunun qatoridan bugungi kunda yuz berayotgan kasal juqamdi juqmamdi masalasi. Bu shu hozirga qadar bizning odamning qatini bu kasal degan juqmaydi. Allah qul la yusibana illa ma kataballohu lana. Allah bizga nima taqdir qilgan bo'lsa, shuni ko'ramiz. Allah taqdir qilmaganini biz ko'rmaymiz deb mesela vaksini elang desa onu almaydigan, vay madda saqliq ishlariga diqqat qiling desa ona diqqat qilmaydigan ahvollar bor. Bu nereden kelib chiqdi desa, oyatni hadis bilan bog'lab tushunmaganlikdan. To'g'ri qullar yusibana illa ma kataballohu lana. Ya'ni biz ehtiyotni qilib turib, sababni qilib turib, uni yana bizga yetsa, mayli, Allah taqdir qilgandiki yetiruzadi. Unda deganlikning o'zi siz yo'lda mangsangiz mashina kelyapti, kammayapti, diqqat qilmay o'tavering. Allah taqdir qilgan bo'lsa, o'tisiz bo'lmas mashina so'qidi deganlik emas. Mashina haydab vaqt adam bo'lsin bo'lmasin o'zigimida o'zalligida haydavering deganlik emas. Chuqum inson cho desa sababni qilish lozim. Masalan, mushu masala haqida payg'ambarimizningki la adwa va la tayr degan hadisi bor. Ya'ni kasal yo'q. Kasal qat'iy yuqmaydi degan mazmun sahih hadis. Yana bir hadis var. Sizlar mushunda g'izam degan kasaldan xuddi yo'lbosdan qochganda qechinglar degan hadis var. Yana bir hadis var. Taun var. Yurtqa sizlar kirmanglar. Unda yerda bo'lib qolsanglar sizlar u yerdan chiqmanglar. Masalan, mushunning hammasi oyatni, ma hadisni qanday tushunamiz desa, buningda nurg'un talash tortish kelib chiqadi. Bunu jug'lab tushundiganlar, olimning jug'laganligini qanday tushundirgilik desa, kasal o'zligidan juqmaydi. Allohning izni bilan, Allohning taqdiri bilan juqadi. Unda bo'lgandan keyin, masalan, kasal o'zligidan juqab olsa, bugünkidek Xitoy virusi bütün insonlarga juqib ketsa bo'ldi. Bütün insonlarga juqmadi. Lekin Allohning taqdiri bilan Allah subhanahu va taolaning ma'lum bandiga ashni taqdir qilgan bo'lsa, shuni juqdi. Bir ailede mesela xotinninki bisiga juqib, yana bisiga juqmagan ahvollar bor. Balığı juqib, dadığı juqmagan ahvoli bor. Bunda deganlik insonlar beparvo yuraverish lozimmi desa, yo'q, unda qilmaslik lozim. Ya'ni payg'ambarimiz ko'rsatgan ehtiyotlarni qilish lozim, sabablarni qilish lozim. Payg'ambarimiz odatda bir tugunimi bog'lamay kirib ketishga yo'l qo'ymagan. Tugungizni bog'lab qo'yib, undan keyin tavakkul qiling degan. Va shundaqla nurgun tötüncüsü mesela nurgun usulda her xil qoidalar var hüküm çıkarışta. Şularni bekitishdimu, xilma-xil qoida, xilma-xil prinsiplarni birisiga o'xshamagan, bunda bekitgan olimlar, andın bunun qarab hüküm chiqargandan keyin yana bu nazariy tarafdan nurgun ixtiloflarga sababchi bo'lgan. Xo'sh. En ahirgi savolga kelsak, vaqtimga berib qoldi. Musulmonlar o'rtasida bo'layotgan yana xilofning doirasi qanchalik? Bu haqda qisqacha tushuntirasiz. Birinchi o'ylab bütün her qanday bir musulmon bo'lish kerakki, musulmonlar ichidagi ixtilof bu dinning
asosliq manbasida hech qanday ixtilof yo'q. Yani Allah'ın bir ve barlığı, Peygamberimizin Allah'ın elçisi ekanligi, Kur'an-ı Kerim'nin Allah'tan düşürülgen, Allah tarafından düşürülgen kitap ekanligi, Kur'an-ı Kerim'nin bizge avlat muşunaq yo'tkilib kelganligi, ig'zar, o'qilish orqali, hatto yozqilar emas, balki o'qilish uslubi. Shunga, masalan, arab tilini o'qiy oladigan odam Qur'onni o'qiy olmaydi. Ve Arapça har qanday gazet kitap o'qiy oladigan odam Qur'on o'qiy olmaydi. Nima uchun desa, Qur'onning o'qilishi bizga Rasulullohning zamonidan qanday o'qilgan bo'lsa, shu shaklda kelganlik. Shunga normal arab tiliga o'xshamaydi Qur'oni Karimning o'qilishi. Masalan, 5 vaqt namozning farzligi, hajning farzligi, zakatning farzligi, cihatning farzligi, masalan, bu İslamning asoslari. Yani alimlerimiz ma ulima min ad-dini bi darura deydi. Bir musulmonning musulmon bo'lish uchun lozim bo'ladigan itiqod, meyli amelde musulmonlar o'rtasida ixtilof yo'q. İmanning 6 ruknida ixtilof yo'q qat'iy. Hammadan ashno ishinudu. İslamning 5 ruknining zodi vojib farz ekanligida hech qanday ixtilof yo'q. İxtilof nada bor desa, mushundan keyingi chunqurlab kirgan vaqtda bor. Namazda ixtilof yo'q. Namazning farzligi Bumdatning 3 rekat, 5 ming 4 rekat, Şamning asrning 4 rekat, Şamning 3 rekat masalan, sünnetlerden başqa farzlanam desak. Bo'ldi, hech qanday ixtilof yo'q. Hatto bu ruku sajdalarda ixtilof yo'q. Namazning ichidagi amallarda-chi, qancha için nima bor? Qanday duoni o'qiymiz, qanday zikrni qilamiz. Masalan, bu ichidagi ishlardi-chi, hajdimi shundoq. Zakatmi shu. Demak, dinning asli manbasi bir musulmonning musulmon bo'lish uchun lozim bo'lgan iymon, islom ruknlarida hech qanday ixtilof yo'q musulmonlar o'rtasida. Bu ajoyib cho'ng ne'mat. Buni har qanday bir musulmon bilish kerak. Yani har qanday bir musulmon mening qarshi tarafimdagi ma qarindishim bilan bo'lgan ziddiyatim iymon, islom masalasida emas ekan. Mening musulmon bo'lishim uchun lozim bo'lgan e'tiqod, mayli iymonga aloqador bo'lsin, o mayli islomga aloqador bo'lsin, buningda bizning o'ttirimizda çok ziddiyat yo'q ekan deb tunishi lozim. Ko'pincha musulmonlarning o'ttirisida çok buningda ziddiyat yo'q. Faqat bu yerda Shialar bilan bor. Mush iymon masalasida Shialar bilan bor. Ular bu imama, yani bu xalifalikni iymonning bir qismi deydi, biz unda demaymiz. Ahl sunnatning e'tiqodida bu imamat, xalifalik bu iymonning bir qismi emas. Yani bir adam xalifa deb e'tiqod qilmay o'lib ketib qolsa, iymon bilan ketdi degan gap ham bor. Unda deganlik bir islom amiri ya islom hokimiyatini qurishga tirishchilik qilmang deganlik emas. Musulmonning tirishchilik qilish lozim. İslamning ustun bo'lish uchun tirishchilik qilish lozim. Musulmonning hokimiyatda bo'lish uchun tirishchilik qilish lozim. Lekin iymonning bir qismi bor desa, Shiali masalan, bir odam imomatga ishonmasa, u kafir deydigan e'tiqodi bor masalan. Bu musulmon emas deydi. Lekin ahli sunna deb atalganlar ichida u qaysi mazhabda bo'lishdan qat'iy nazar, qaysi iqimda bo'lishdan qat'iy nazar, islomning rukni, iymonning ruknidir-chi, bular o'rtasida ixtilof yo'q. Ikkinchi, bu yerda amaliy ixtiloflar tarixda yuz bergan, Ali radhiyallohu anhu Muaviya bilan bo'lgan urushlar, keyin Abbasiylar, Umayylar o'rtasida bo'lgan urushlar, bu urushlarningki natijasida kelib chiqqan fikriy iqimlar var. Xavorijlar nereden kelib chiqdi desa, Ali ile Muaviya o'rtasidagi urushdan keyin bu urushning natijasida fikriy ixtilof kelib chiqdi bu yerda. Masalan, gunoh kabirni qilgan odam kafir bo'lamdi yo'qmi degan masala. Uningdan boshqa shu la hukma illa lillah degan talash gap masalan Ali radhiyallohu anhu bilan Muaviya bunda talash tartish qildi, bunda qanday bo'ldi deb nurg'un amaliy mushunaq ziddiyatlar kelib chiqdi. Lekin buninglik bilan ashular Ali radhiyallohu anhu masalan xavorijlarni kafir deganmi desa, unda demagan. Hatto ular Alini kafir degan bo'lsa-mu, Ali radhiyallohu anhu cho ularni kafir demagan. Kafir demagan bo'lg'achqa shunga ulardan yaralanganlarni o'ltirishni cheklagan, o'ljalashni cheklagan, ularning ayollarini qul qilishni, didaq qilishni cheklagan. Sahabalar so'g'an vaqtda, ya'ni askarlari
Demiş kunda kılsan. Ehum kuffar dese minel kufri ferru. Bu havariciler kafir mi dese küfürden kaçka adamlar o. O küfürden kaçka adamlar. İhvanuna begav aleyna. Ular bizning imani qarindishimiz. Lekin bizga çok zulm qildi. Bizga tajovuz qildi. Shuning uchun biz ular bilan urushdik degan. Bu amaliy siyoset aralashib, davlat tutish masalasi aralashib bo'lgan ixtiloflarda tarixdan buyon musulmonlar ichida shu nurg'un qonlar to'kildi, nurg'un ziddiyatlar yuz berdi. Hozirga qadar buningki nurg'un zinini musulmonlar tatib kelyapti. Lekin buning iman küfür meselesiga alohida aloqadormi bu mesele? Yani bir insanın imanına ta'sir yetkazamdi desa, ta'sir yetkazmaydi. Yani Allah subhanahu wa taala çünkü bularni ayda urushgan bo'lsin mu'min deb atir Qur'oni Karimda. Ve in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma. Bular biz bilan urushgan bo'lsinmi? Lekin bularning orasini shu o'ngshab qo'yinglar degan. Isloh qilib qo'yinglar ikki guruh musulmonlarning ikki guruh urushib qolsa. Demek bunun hazar eyleş lazım. Bunun zihni ait zor. Ümmetin güllenişi terakki kılış için. Bu siyasi okşamaslıkını, yani siyasi taraftaki, devlet tutuştaki fikri, ziddiyetini çokum doğru hal kılanmagan takdirde nurgun kalayımkançlık, nurgun düşmenge fırsat yaratıp veriş, müşahedin kilip çıkıdı, tarihten bu yana ayda kilip çıktı. Bunun din kimmiş aşına kilip çıkıdı. Bunu Müslümanlar doğru hal kılışka emmeden Allah'ıydı, tırışçallık kılış lazım. İkincisi yandan bir yerde Müslümanlar içindeki nezri ihtilaflar. Nezri ihtilaflar Müslümanlığa bir rahmet oldu. Yani mezhepler oturustik ihtilaflar. Dört mezhep oturustik ihtilaflar. Ya şu çağdaki İbn Hazm rahimahullah deyimiz, ya İbn Teymiye rahimahullah deyimiz. Hatta dört mezhepnin fikriga ma'lum meselelerde okşamaydigan fikirlerini oturup koygan nezirvi ihtilaflar bugün günde çoğu dese Müslümanlığa nurgun tarafından faydalıp geldi. Şu Ömer ibn Abdülaziz rahimahullah nemi deyte dese sahabının ki ihtilaf kılışkanlığı İslam ümmetiga nisbeten bir rahmet oldu bu. Ularning ihtilaf kılışkanlığı bizge nurgun yolunu kengaytdi. Bir sahabenin kıyığını demek bir ruhsat bir işini kılışka. Eğer ular hemmisi bir yolda olgan bolsa, bir fikirde olgan bolsa biz cemiyet terakki kılıp güllengen süre bir fikir cemiyetki kichik kep kaldığan ahval yüz berdi. Şunun için ularning ihtilaf kılışkanlığı bizge nurgun yaxshi fursatlarni tunuşturdu degan. Şunun için alimlerimizin sözü var. İhtilaful fuqaha'i rahme degan söz nima desa alimlerin ma'lum meselelerde xilma-xil qarashda bo'lganligi bu ummatga rahmat elib keldi deb. Bugungi kunda masalan burun öz zamanında şundak bütün Müslümanlar fakihler karşı çıkan meyli İbn Hazm bolsun, İbn Teymiye rahimahullah bolsun şularning nurgun fikirlerinden bugungi kunda Müslümanlar çoğu desa alohida foydalanib o'tir. Fatvo aldı bolsun, nurgun dinni tushunish ya tushundirish masalalarida bolsun alohida ularning fikrining foydasi bo'lib o'tir. Demak, buningdan hamda Müslümanlarningki Müslüman bo'lish uchun bu gapni xulosasak Müslüman bo'lish uchun zarur bo'lgan asosliq iman islom ruknlarida Müslümanlar o'rtasida ixtilof yo'q. Yani bunun aksida masalan boshqa Hristiyan masalan Mavlaning o'rtasidagi ziddiyat qaraydigan bo'lsak, ajoyib ziddiyat bor. Hatta ilah degan bu ilahninki qandaqligi haqida, kimligi haqida nurgun bizga o'xshamaydigan tip yiltizning xato nima bor? Mayli buddistlar boshqa dindiki har qandaq ziddiyatlar qaraydigan bo'lsak, birisi zat tip yiltizdan kafirga chiqaradigan, birisiga qat'iylikqa yo'l qo'ymaydigan bu ziddiyatlar mush batil dillarning hammasi bor. Müslümanlar ishida desa, Müslüman bo'lish uchun zarur bo'lgan asosliq masalalarda ixtilof yo'q. İkinci, siyasi yani devlet kuruş, devlet başkuruş meselesinde tarihten bu yan ma'lum ixtiloflar, ziddiyatlar kelib chiqdi. Müslümanlarninki oxiri qilishqa, nurgun xafalıqninki vücut meydanga chiqishiga sababchi bo'ldi. Bunu Müslümanlar bugungi kunda çoğu desa, cho'qim bir to'g'ri shaklda devlet tutishni, devlet tutuş çaresini tapmasa, bunu hal qilmasa, yani Müslümanlar güllenmeyidigan, Müslümanlar bunda çeçilan holatda qoldigan bizdek vatani
Cahangirning ostida qolgan millatlar düşmanning qo'lidan qutulanmaydigan holat saqlanib qoladi. Lekin qachoniki bu siyosiy ziddiyatni davlat tutishdiki har xil birisi-birisining qanini to'kadigan, yaga ilib boradigan ziddiyatlarni tashlab o'zaro bu davlatni tutish masalasida siyosiy masalalarda hamkorlikni kuchaytirib, ziddiyatlarni amalba kichigiltib, kichikni yo'qitib, bunday qilgan vaqtda davlatning joyida tutish mumkin. Üçüncü olarak bu fuqahalninki, yani fatvadiki xilma-xil qarashlarning bo'lishi islom ummatiga nisbatan bir rahmat deb qarash bo'ldi. Rahmat, Allah razı olsun. Vaqtimiz uzab qoldi, programni to'xtataylik. Hurmatli televizor ko'ruvchi qarindoshlar, buning bilan bugungi savol va javob nomli programmamiz bu yerda oxirlashdi. İnşallah kelarki programlarda görüşmek bilan hammalarni Cenab-ı Allah Teala topshirdik. Xayr, xo'sh, aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.